Namangan viloyati Chodak qishlog'ida joylashgan temiryo'lchi bolalar oromgohi haqida hamma eshitgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Oromgohimiz 2025-yilda yozgi ta'tilni maroqli o'tkazishni xohlagan bolajonlarimiz uchun o'z eshiklarini ochadi. Oromgohimiz bir mavsumda 300 nafargacha bolalarni o'z bag'riga sig'dira oladi. Chechaklar boylandi, hay barakallo do'styora, dunyo bir bor aylandi, hay barakallo do'styora, ko'cha oshni pishirdi, hay barakallo do'styora, qozon tovoq moylandi. hay barakallo do'styora. Oromgohda qiziqarli to'garaklar, ya'ni shaxmat shashka, mohir qo'llar, raqs, kitobxonlik, dizaynerlik, mobilografiya, har xil sport musobaqalari, rassomchilik, ingliz va rus tili to'garaklari mavjud bo'lib, bu to'garaklarni malakali tarbiyachi o'qituvchilar olib borishadi. Yana oromgohda bolalarni maroqli dam olishlari uchun batut o'rnatilgan. Undan tashqari basseynlar va har xil turdagi kacheliyalar ham mavjud. Agar siz ham farzandingizni yozgi ta'tilni maroqli o'tkazishlarini xohlasangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yoz temiryo'lchi bolalar oromgohi bilan yana ham maroqli.